Agarda sen YouTube'dan oyiga $5000 topsang, nima qilasan kurs o'tib? O'zi men ham $300-400 yechishim kerak edi. O'sha sekretni aytdingiz, birdan $8 yechib yubordim. Keyin bu yog'iga ketdi. Unaqa $8 emas, bu yerga 1,5 ming, 2,000 shunaqa. Kuniga $8 deng. Yangi youtuberlarda bo'ladigan narsa, hamma narsa qilib tashlagan odamga. Har xil yo'nalishlar, hamma yo'nalishlarga kirib tashladim. Jami YouTube'dan qancha ishlab topganingizni ayta olasizmi? Aytdim-ku. Jamini aytmadingiz. Shunday. O'shanga 1 yil ketdi desam bo'ladi, aniq. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Islomjon va YouTube maktabi. Do'stlar, bugun biz ya'ni zo'r natija ko'rsatgan o'quvchilarimizdan biri bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum Javohir. Jonli efirga podcastga rozilik bildirganingiz uchun rahmat. Bugun siz bilan taklif qilganingiz uchun katta. Salomat bo'ling. Bugun siz bilan chiroyli bir suhbat qilishga harakat qilamiz. Xo'p, Javohir haqida Javohir, sizga bir nechta savollar tayyorlab qo'yganman. Hammasiga xudo xolasa chiroyli qilib javob bersangiz, boshladik. Cho'zmaymiz. O'zingiz haqingizda gapirib bering. Qayerdansiz, yoshingiz nechida va hayotingiz haqida, asosiy ishingiz haqida ozgina gapirib bersangiz. Xo'p. Samarqand viloyatidanman, yoshim 27 da. Oliy ma'lumotliman. O'qishni bitirganimdan keyin bir ikkita joylarda oylikli ishlarda ishlab ko'rganman. Va asosiy oylikli ishimda bir 2 yilcha ishladim. 2 yil ishlab shu oxirrog'ida YouTube haqida eshitib qoldim. Oldin ruslardan eshitardim, amerikanskiy YouTube deb. Bundan 3-4 yil oldin, lekin o'zimizda o'rgatayotganlarini hech topa olmadim. Ularga esa ishonmadim qaysidir kursni sotib olish uchun. Shu bilan amerikanskiy YouTube pauza bo'lib qolgandi, lekin bundan 1,5 yil oldin keyin siz chiqdingiz, sizni ko'rib qoldim. Shu bilan bu yoqqa boshlanib ketdi. Imенно shu joyga kelganda aytaman, meni qayerdan topdingiz va shuncha YouTube'ni o'rgatadigan insonlar orasida nima uchun aynan meni tanladingiz? Xo'p, boshida aytgandek, oylikli ishda ishlagan vaqtim endi xarajatlar bor edi. Shunaqa ustoz topishim kerak ediki, o'z YouTube'ni tanladim, qiziqdim. Endi ustoz topish qolgan. Ustozni shunaqasini topayinki dedim, shuni xato qilmay, chunki bitta kursda o'qib, keyin yana boshqa kursda o'qib, uning uchun qiyin masala edi. Shuning uchun bitta mablag' yig'ayin va bitta kursda o'qib, sirazi natija bo'ladigan o'sha bilimi bor, tajribasi bor odam bilan o'qimoqchi bo'ldim. Shunda ustozlarni qidirishda boshladim, kimda o'qisam ekan deb. Keyin bir qayerdadir eshitib qoldim, chunki kanallarga ham, YouTube'ga ham, Instagramga ham, Telegram kanallarida ham, gruppalarda ham bor edim, shu YouTube bilan shug'ullanayotganlar orasida. Bir kishi aytib qoldi, shu natija qilayotgan odam, Islomjon Soliyev, qaysidir u paytda sizda xizmatlaringiz bor edi, hali kursingiz yo'q edi adashmasam. Qaysidir xizmatingizdan foydalangan ekan, juda ham bilimlari kuchli degan gapni eshitib qoldim. Va bu o'zimiz ham nimadir xarid qilmoqchi bo'lsak, tanishlarimizdan so'rab ko'ramizda, natijasi qanday bo'ldi, shu yaxshimikan? Va boshqa begona odam, bir begona odamga o'z fikrini aytayotgan vaqti bundan ortiq bir ishonchli gap menga eshitilmadi. Chunki odamni o'zi sinab ko'rgan va bilimi juda ham kuchli deganda, menga birinchi natija emas, maqsadim bilim olish edi. Men professional darajaga chiqmoqchi bo'ldim. Abdu shu YouTube'da hamma ikir-chikirni bilmoqchi bo'ldim. Keyin o'zim dals ketmoqchi edim. Shu odamdan eshitib qoldimdagina, keyin sizni topdim. Tushunarli. Xo'p. Siz bilan o'sha ya'ni kursga qo'shilishingizdan oldin gaplashgan ekanmiz, Telegram orqali. Kursga qo'shilishdan oldin sizda yana bitta xizmatingiz bor edi. O'zi aytganda faqat xizmatlaringiz bor edi boshida. 1 soat gaplashish xizmati bor edi. Juda ham zo'r o'ylangan fikr, juda ham zo'r. 1 soat gaplashish, ancha-muncha ma'lumotni olsa bo'ladi. Siz bilan gaplashishdan oldin bir 20 ta savolni oldin yozib oldim. Bilmayman hozir bunday xizmatingiz bormi, yo'qmi? Xizmatdan foydalanmoqchi bo'lganlarga maslahatim, sirazi telefon qilib qo'ymasdan, nima savolingiz bo'lsa, oldin bitta daftarga to'liq yozib oling. Chunki telefon qilgan paytda o'sha savollar kelmay qoladi miyaga. Hamma savolimni yozib oldimdagina sizga telefon qildim. O'sha telefon qilgan vaqtim ham savollarga shoshmasdan to'liq javob berdingiz. Bir nimalar yashirib qolmadingiz, mana bu bo'ladi, bo'lmaydi, aniq gapirib o'tdingiz. O'sha 20 ta savolimga hammasiga bir nima deydi? Ko'ngildan chiqarib javob berdingiz. Shunda ham ma'qul bo'lgandingiz. Sizni muomalangiz, gaplashingiz
yoqqandi shunga. Keyin siz kurs haqida gapirib qoldingiz. O'zi hamma yog'i to'g'ri kelayotganida bu yoqdan bitta odam sizni bilimingiz haqida gapiryapti, bu yoqda 1 soat siz bilan savol-javob qildim. Hammasi ma'qul bo'lib turgan vaqtda kurs haqida keyin gapirib qoldingiz. Kursga yozilishdan oldin ichingizda qanday ikkilanishlar, qanday savollar o'tdi, ikkilanishlar bo'lganmi degan savol edi bizda keyingisi. Albatta, yosh o'tyapti. O'sha paytda 25-26 yoshda edim. Qarasam, hali nimadir qilganim yo'q. Nafaqat o'zim uchun, ota-onam uchun, uydagilarim uchun bir nimadir qila olganim yo'q. Bir xil harakat qilib, har xil natija kutma degan gaplar bor edi. Shuning uchun boshqa ishdan tashqari ishlashga qulay bo'lgan variant ko'zimga ko'rinmadi. Ya'ni ishlab turib, yana bir boshqa biznes, boshqa bir soha bilan ishlashga YouTube menga eng to'g'ri keladigan yo'nalish bo'lib turgandi. Keyin ko'p odamlarni kuzatdim, natijaga chiqqan ko'p odamlarni kuzatdim. Qani bu yerda laxatron yoki bir juda qiyin bo'lgan narsa emasmi? Uni oddiy bir tumanda, bir qishloqda YouTube'ga tushunmagan odam kirib ham natija qila oladimi, yo'qmi? Juda ko'p kuzatdim. Qaradim, haqiqatan oddiy bolalar, gapini ba'zi eplab gapirayotgan bolalar 1000, 1,5 ming, 2 ming dollar daromad qilyapman deb gapirib chiqyapti. Keyin ko'rdimdagini odam qilgan ishni odam qiladi, ishondim, qilsa bo'ladi deb, lekin baribir 100% ishonganim yo'q. Nimadir umid qildim. Kutsa bo'ladi, YouTube'dan nimadir kutsa bo'ladi deb. Keyin ustoz topdim, sizni tanladim. Siz shu vaqtlar o'zi kursda o'qimoqchi bo'lib yurgan vaqtlarim kursda ochdi, shu qanaqadir taqdir deymizmi, yo'q, to'g'ri kelaverdi-da. Keyin sizdagi gaplar, gapirish, siz shogird emas, bilmayman, qandaydir o'zingizga bir ukalar, opa-singillar yig'ganday bo'ldingiz-da. Mehr bor. Eng avvalambor shu ishonch, mehr, bir joningiz achitadi. Prosta shogird oldim, kursni sotdim, o'rgansang o'rgan, o'rganmasang katta ko'cha degan narsa bo'lmadi sizda. Siz har bitta odam uchun vaqt ajratardingiz. Men даже hozir meni taniydiganlarim bo'lsa, o'zim kursim bor. Men kursimda sizchalik vaqt ajratmaganman-da. Kurs nimagadir hammasini darslikka yozib qo'yganman, savollarga javob berganman. O'sha vaqtlarda siz har birimizga alohida telefon qilib chiqadigan joylaringiz bo'lardi-da. Keyin shu kursni tanladim, kursga qo'shdingiz, yaxshi sharoit qilib berdingiz kursga qo'shilishimga ham. Shu bilan boshlanib ketdi. Rahmat sizga. Keyingi savol qarang. Uydagilaringiz qanday qaradi bu ishni boshlaganingizda sizni? Chunki o'zi normal ishingiz bor edi. Ishimga xalal bermaydimi deb so'rashdi. Yo'q dedim, onlayn bo'ladi dedim. Ishimga hech qanaqa xalal bermaydi dedim. Keyin o'zi men o'ylayman, kim qanaqangidir yangi ish boshlamoqchi bo'lgan vaqt albatta uydagilarga aytganda, qachonki uydagilar qarshi bo'lmaydi, qachonki siz halol ish qilayotgan bo'lsangiz va oldin siz yaxshi natijalarga boshqa sohalardan erishgan bo'lsangiz. To'g'ri. Uydagilarimga men buni ko'p aytib o'tirmadim, bir og'iz aytdim, shunaqa ish bor ekan, shuni qilmoqchiman dedim. Ular qo'llab-quvvatlashdi. Chunki maqtanish bo'lib qolmasin, boshqa ishlarda ham Xudoga shukr yaxshi natija ko'rsatishga harakat qilib kelganman har doim. Oxirigacha olib borishga harakat qilganman. YouTube ham shunaqa narsalarni yaxshi ko'rar ekan. Oxirigacha boradigan odamlar uchun deb hisoblayman YouTube'ni ham. Tushunarli. Xo'p, asosiy ishingiz bilan YouTube'da bir vaqt olib ketish sizga qiyinchilik tug'dirmaganmi? Qiziqish bor narsa har doim nima deydi, qiyin bo'lmaydi. Qiziqsa qiyin bo'lmas ekan, men juda qiziqdim YouTube'ga. Bilmayman, o'sha vaqtlari nimani his qildim, nimani kutdim. Ayniqsa o'sha obunachilar kelib prosmotr olishda boshlagan vaqtda juda ham qiziqdim. Endi kimgadir oson, kimgadir qiyin. Men odatda YouTube bilan kechqurunlar shug'ullanardim. Kunduz kuni umuman vaqtim bo'lmasdi. Kechqurun 1-2 gacha. Esimda. 11 da kelsangiz ham, 12 da kelsangiz ham siz harakat qilardingiz-da. 12 da ishdan kelsangiz ham, charchadim desangiz ham harakat qilardingiz. Men esimda bu narsa hammasi. Siz bilan balkim savol-javob qilganmanmi o'sha vaqtlari. Shu 11larda ham даже bir xil paytlari shu yig'ilishlar bo'lib qolgan ishda tugatib, har kungi videoyimni o'sha vaqtida chiqarmasang bo'lmaydigan gaplaringiz bor edi. Har kungi bir kun oldingi videomni tayyorlab qo'yardim.
Shunga harakat qilardim. Render qilish hali unaqa savollar bo'lsa kerak, juda qiyin bo'lardi boshida. 1-2 gacha qolardim. Har kuni kechqurun 1-2 gacha montaj qilardim. Shunday. Xo'p, endi kurs davomida sizga ya'ni eng qiyin bo'lgan moment qaysi? Bo'ldi, YouTubedan chiqib ketaman degan vaziyat bo'lganmi? Bu narsa bo'ladi-da, любой odamda bo'ladi. Xo'p, kursda 5 kun video qo'yganman. 15 ta video, kuniga 3 tadan qo'yilardi u vaqtlari. Bir dona ham prosmotr olmagan. Bir dona ham prosmotr olmagan. 5 kun bo'lgan. O'zi aytdim, YouTube menga emas. YouTube'da meni videomni kim ham ko'rardi? Shuncha odam bor, shuncha odam ishlab yotibdi. Mana dedim, 0 turibdi. 15 ta video qo'ydim dedim. 15 ta. Har biriga mehr berib montaj qilib qo'yganman. Yo'q, bo'ldi, ertadan korоче video qo'ymayman dedim. Tamom, YouTube tashladim dedim. Ertasi kuni kirib qarasam, aktiv 1,5 mingta prosmotr, 9 ta obunachi kelgan. Srazi turib video montaj qilishga tushdim, chunki o'sha kunda qo'yadigan 3 ta videom yo'q edi. Srazi video montaj qilishga tushdim. Nagina video qo'yishni boshladim. O'sha og'ir momentlarni chiqib ketishimga, YouTube'dan chiqib ketishimga o'sha bir 5-6 soat farq bo'lib qolgan. Yarim kechasi 12 gacha qarab o'tirganman, bir dona ham prosmotr olmagan. Ertalab soat 7 da qaraganimda 1,5 mingta prosmotr, 9 ta obunachi kelgan. Undan keyin boshlanib ketgan. Eslayman, birinchi kanalingiz monetizatsiya bo'lganda 5 kunda 2 oylik davlat ishida topadigan pulingizni topgansiz. To'g'ri? Tak, ikkinchi kanalimda adashmasam. Ha, ikkinchisi. Ikkinchi kanalimda. Ha, kanalingizni eslayman lekin 5 kunda. Birinchi kanalimda ham zo'r bo'lgan. Birinchi kanalim, lekin birinchi kanalim ikkinchi kanalimda ko'proq pul ishlagan. Lekin bir oyda, bir kunda ikkinchi kanalimda shunaqa daromad bo'lgan. Ha, eslayman. Uncha xursand bo'lmaganman lekin, chunki hali pulni qo'limga olamanmi, yo'qmi, qanaqa bo'ladi, o'zimni nima qilib turganman. Lekin yechgandik. Birinchi marta YouTubedan pul yechganda qanaqa his-tuyg'ular o'tgan ichingizdan? Birinchi martada o'zi soat banklar 5 gacha ishlar ekan. Ertalabdan beri bir 5-6 marta, ikkita kishi edik, men yana bitta odamni onlayn topib olgandim. Bir u telefon qiladi bankka, bir men telefon qilaman. Almashib, bankdagilarga bezor qilding deb aytmasin deb. Telefon qildingizmi? Men qildim, endi siz qiynayman, 1 soatdan keyin u qiladi, keyin men qilaman. 5 ta yopiladigan bo'lsa, 4 ta 10 gacha pul yo'q, pul tushgani yo'q, tushishi kerak o'sha kuni. 4 ta 15larda telefon qilganda pul tushgan ekanda. O'sha vaqtda sirazi ishdan chiqib bankka birdan borganman. Kutyapman, qanaqa bo'lar ekan. Qiziq bo'lgan xullas. Boshqacha uni tasvirlab berish qiyin. Unaqa birinchi sizning natijangiz. U kichkina pul bo'lmagan. O'sha payt 10 million bo'lgan. Aytib qo'yaylik, birinchi yechganim 10 million so'm bo'lgan. O'sha paytlar yaxshi pul edi. Necha kun ishlab muammolar hal qilgan. Ha? Necha kun ishlab topgansiz 10 million so'mni? U menimcha adashmasam boshida 1 oylik edi. Ha, 1 oylik. 1 oylik pul edi, birinchi oylikdagi 10 million. Odatda hamma birinchi oyda 100, 200, 300 dollar ishlar ekanda. Menda o'shanda 8 dollar bo'lgandi. O'sha paytda 8 dollar bo'lishiga ham sabablarini aytadi. O'sha sizni bitta gapingiz bor edi, bitta sekretni o'rgatdingiz o'shanda. O'shanda bitta голосовой tashlagansiz, esingizmi yo'qmi? Yarim kechasi bitta narsa bilib qoldim yoki sizlarga aytaman degan gapni boshladingiz. Endi hammamiz boyimiz degan gaplarni aytgandingiz. Va o'sha paytlar bir emotsiyalar bilan kutgandek bo'ldi. Nima gap ekan, bu nimani sekretni aytib berar ekan. O'sha sekretni aytganingizdan keyin daromad o'sishda boshladi. O'sha sekretdan keyin o'zi men ham 300-400 dollar yechishim kerak edi. O'sha sekretni aytdingiz, birdan 8 dollar yechib yubordim. Kim bu yoqqa ketdi, unaqa 8 dollardan emas, bu yerga 1,5 ming, 2 ming, 3 ming shunaqa. Kuniga 8 dollardan. Shunaqa unaqasi ham bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p. Endi o'zingizni qachon professional deb his qildingiz? Ya'ni men уже hamma narsani deyarli tushunib bo'ldim degan narsa o'tadi-ku odamda. Ya'ni qaysidir yo'nalish ko'rsangiz qila olasiz bemalol, qandaydir kanalingizda muammolar chiqsa hal qila olasiz. Qachon o'zingizni necha oy o'qishdan keyin, necha oy YouTube bilan shug'ullanganingizdan keyin o'zingizni deyarli hamma narsani bilib bo'ldim deb hisobladingiz? Bunaqa savol berishingizni kutmagandim, lekin chunki bu narsaga uncha odam e'tibor qilmaydi. Buni boshdan o'tkazgan odam bera oladi bunaqa savolni.
Chunki odatda YouTube'da ishlayotgan boshdagi odamlar ko'r-ko'rona ishlaydi. Prosta montaj qiladi, prosta YouTube'ga qo'yadi. Nimaga prosmotr olmayapti, nimaga like bosilmayapti, nimaga obuna bo'lmayapti, uni tushunmaydi. Men bu narsani hamma har xilcha tushunadi, aytsangiz ham tushunmaydi. Bir xil uni o'zini vaqti bor ekan, bir xudo aytgan vaqti miyaga shu narsa kiradigan joyi bor ekan. Menda lekin men bo'lmasam normalniy pul ishlab qo'ygan vaqtimni ham tushunmagan ekanman bu narsani. O'zimda professional deymaymiz, shunga yaqinroq bo'ldim deganimga 1 yil vaqt ketgan. Ya'ni aytmoqchi 1 yildan keyin gapingizni oldim. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, o'sha siz aytgandek ko'r-ko'rona ishlash emasda, yerda bo'layotgan narsani o'sha siz tushunib borasiz. Kanalingiz bilan bo'layotgan analizi deysizmi, video nimaga uchmay qolgani, ranglar, boshqa reaksiyalar soni, boshqa hamma holatda o'sha, ya'ni uverenniy, o'zingizga ishongan holatda qilishni boshlagan holatingiz. Shunday. O'shanga 1 yil ketdi desam bo'ladi, aniq. Sababi boshqalarga kamroq vaqt ketishi ham mumkin. Men ko'p yo'nalish qilib tashladim orada. Juda ko'p yo'nalishlarga o'zimni o'rib tashladim, har balo qilib tashladim-da. Aytyapman-ku, boshida ko'r-ko'rona bitta ikkita kanalimda siz aytgan nimalar, siz aytdingiz, men qildim prosta boshida. Siz aytardingiz, men qilardim, siz aytdingiz, men qilaverdim. O'zim tushunmasdim mohiyatiga. U YouTube nimaga menga prosmotr beryapti, nima bo'lyapti, uni hech narsani tushunmasdim, prosta montaj qilardim. Endi avvalo Alloh beraman desa, siz tushunmasangiz ham sababini qilaverar ekansiz. Keyin orada o'zi hamma ko'p aksariyat yangi youtuberlarda bo'ladigan narsa, hamma narsa qilib tashlagan odamga. Har xil yo'nalishlar, hamma yo'nalishlarga kirib tashladim. Keyin qarasam boshqa yo'nalishlarda asos o'xshamayapti. Keyin o'tirib o'yladim, nimaga unda o'xshayapti, nimaga boshda o'xshadi, nimaga boshda o'ylab bir to'xtam tinchib olgan vaqtim o'ylaganimda tushunib yetdim, что nimalar qilinsa prosmotr oladi, qanaqa video qo'yish kerak, qanaqa to'g'ri analiz qilish kerak, shu narsaga menga почти 10 oy ketdi-da. 10 oyda men tushunib yetdim, ungacha faqat ko'r-ko'rona nima qilgan. Uni siz boshda aytgansiz, bunaqa nimalarda aytilgan, prosta ahamiyat bermagan ekanman-da. Nima qilsa prosmotr olish kerak. Video bitta yo'nalishni ko'rdingizmi? Siz qanaqa qilib kirsangiz o'sha yo'nalishga sizni kanalingiz prosmotr oladi. O'sha narsani mohiyatiga, YouTube'da mohiyatiga yetishimga, miyam ochilishiga, tushunib anglashimga 1 yil vaqt ketib qoldi lekin. Yaxshi. Xo'p, kursdan oldingi daromadingiz va kursdan keyingi daromadingizni qanchalik farqi bor? Kursda davomida ishlagan summam почти bilmayman, bir kamida 5 yillik oylik daromadimni ishlab qo'ydim 1 yilda desa bo'ladi. Men eslayman. Kamida 5 yillik daromad. Bir eslayman, sizdan so'ramayman bu savolni. Bir oyda $11,000 ishlab topgansiz, men bilganim. O'sha vaqtda 2 yillik oyligimni bir oyda topdim deganingiz esimda. Shunday aytyapmanki, shunday bo'lib qoldi. 5-6 yillik, balkim 8 yillik bo'lishi mumkin oylik daromadimni. Jami hozir 1 yil, 1,5 yil ishlayotgan bo'lsam, shunchada ishlab topib qo'ydim. Juda katta natija. Bu katta vaqtdan yutish desak ham bo'ladi. Misol uchun 6 yillik nimadan yutish deb hisoblasak ham bo'ladi. Avval Alloh, endi Allohning fazli bilan nasib qilgan ekan. Chunki men qilayotgan harakatlarni boshqalar ham qilyapti. Mendan ko'proq harakat qilayotganlar ham bor. Albatta shu taraflariga ham ota-onani rozi qilishga, ular duosini olishga, Allohdan so'rashga e'tibor qaratish kerak. Ustozlarni ayniqsa rozi qilish kerak. Qolgani siz bilmagan holatda sababni inson o'zi qilib qo'yaveradi. Alloh beraman desa, ota-onani, ustozlarni rozi qilinsa, o'zi keyin kelaverar ekan. Bilim olish kerak. Bilim, birdan natija, ustoz qani meni kanalim yurmayapti, pul ishlamayapman, kursga bergan pulimga rozi emasman deyishga shoshilmasdan oldin ularni rozi qilib, ota-onalar rozi qilib, duosini olib, sababini qilaverish kerak. Peshonangizga yozilgan bo'lsa, rizqingiz YouTube'ga qo'shilgan bo'lsa, olasiz. Olinar ekan, shunaqa deb tushundim. Jami YouTube'dan qancha ishlab topganingizni ayta olasizmi? Aytdim-ku. Jamini aytmadingiz. 500 million so'mlar atrofida ishlagan bo'lsam kerak. Kamtar. Balkim ko'proq. Ha. Balkim ko'proq. Imana mana shu mavzuga bir to'xtalib o'tib ketamiz. Kurs mavzusi.
men aytardim o'sha paytda ham gruppada 140 tacha bola bor edi. 138 ta. Javob berib chiqishi o'zi bo'lmasdi-da, ko'p. Chunki bitta odamga agar 5 minutdan vaqt ajratsangiz ham, oxirgi odamga yetib borguncha 1,5 kun o'tib ketib qoladi-da. Mana shu narsani o'zingiz ustoz bo'lib ko'rganingizdan keyin sezdingizmi? Ha, bu narsa sezildi. Shuni boya ham sizga aytganimdek, ustozlik hammaga emas ekan. Men shogirdlarga, umuman YouTube'ga kirib kelayotgan ko'p odamga aytganman, hozir yana ham aytaman. Siz kursni pullik ekaniga ahamiyat bermang. Kursni mavjud ekanligiga, sizga shu narsani o'rgatishmoqchi bo'lgan inson borligiga ahamiyat bering. Men bundan 3-4 yil oldin amerikanskiy YouTube deb ruslardan eshitganman. Boshqa davlat fuqarolaridan eshitganman, lekin ularning kursiga to'lov qilishga qo'rqqanman. O'zi qanaqa bo'ladi? Rus tilini ham yaxshi bilish kerak. Ularga aldanib qolsa lekin mana o'zimizda chiqib bu narsani yashirmasdan hozir men o'zimda yashayotgan joyimda ham kamida 20 kishi har oy borib bankdan pul ichadi. Lekin bitta men bu yerda kurs qilyapman. Hamma ham o'rgatmaydi buni. Misol uchun O'zbekiston bo'yicha nechta nima bor, ustozlar bor. 10 tami, 20 tami, lekin daromad qilayotganlar 1000 tadan ziyod, balki 10 ming tami. Hamma ham o'rgatmaydi bu narsani, chunki hammani ham qo'ldan kelmaydi o'rgatish. Mana o'zim hozir necha oy bo'ldi, bir 5-6 oy bo'ldi ustozlik qilayotganim. Hali ham savol javob qilayotgan shogirdlarimiz bor. Ko'p energiya oladi, juda ko'p energiyani o'tirib gapirishga ham odam energiyasi ketib qolib, o'zimni ijod qilishga vaqtim bo'lmay qolyapti. O'zimni kanallarimga vaqt ajratishga. Ko'pchilik aytadi, sizni kanalingiz qani, o'zingiz qanaqa daromad qilyapsiz? Ustozlik qilayotgan odamda kanal bo'lishi qiyin, uni shogirdlarida kanali bo'lishi mumkin, 50-50 ishlatgan bo'lishi mumkin. Lekin yo ustozlik qilish kerak yoki YouTube yuritish kerak. Ikkovini ham bir vaqtda olib ketish juda qiynab qo'yadi odamni. Zo'r ustoz bo'lish uchun YouTube'da shogirdlarga topshirib qo'yish kerak. Agar zo'r ustoz bo'lmasa, ham YouTube'da qilaman, ham ustozlik qilaman desa chala bo'ladi. YouTube ham chala bo'ladi, kursi ham chala bo'ladi. Yana bitta savol bor, juda ommaviy savol. Agarda sen YouTube'dan oyiga $5000 topsang, nima qilasan kurs o'tib degan savol bor. Nima deb javob berasiz shu savolga? Qachon o'sha odam $5000 ishlab topsa, o'zi tushunadi nimaga kurs o'tish kerakligini. Mana siz sabab bo'lib kurs qilib, yo'l yo'riq ko'rsatib YouTube'da o'sha 5 yil, 6 yilda ishlab topishim kerak bo'lgan pulni 1 yilda topyapmanmi? Agar siz ham bu narsani yashirib, faqat o'zi ishlayotgan bo'lganingizda, balkim hali ham ishlab yurgan bo'lardim o'sha oylikda. Keyin o'zimning ichimdan o'tgan narsa, balki menga o'xshab yurgan bolalar bor hozir ham, juda ham ko'p. Nima ish qilsam ekan, qaydan pul topsam ekan, qanday bayram kunlari ota-onamga nimadir sovg'a qilsam ekan chiroyliroq, qiynalgan yaqinlariga bir qo'shimcha daromad qilsam, bir o'g'il bola bo'lib turib, men ham katta pul ishlasam ekan deb tog'da ursa talqon qiladigan kuchi bor, lekin nima ish qilishni bilmayapti. Nima qilishni bilmayotganlarga albatta insoniylik jihatdan yo'l yo'riq ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Bu faqatgina bu dunyoni harakati bilan bo'lib qolmaslik kerak. Har safar pul ichganimda albatta men sizni eslayman. Islomjon Soliyev ustozim deb har safar eslayman. Menimcha bundan ortiq sizga baxt ham bo'lmasa kerak. Bir chekkada hali bir yuz ko'rishmagan odamingiz sizga bir duo qiladi sizni haqqingizga. Siz sabab bitta oilada bir xursandchilik, siz sabab bir oilada to'qchilik deymizmi? Qarzlar bo'lmasa, kreditlar bo'lmasa siz sabab. Siz bir og'iz o'zingizni bilimingiz bilan bo'lishingiz bilan. Va bitta qiziq narsani aytaman, shu bilimni siz men bilan bo'lishmaganingizda ham Alloh fazli bilan men bu narsalarni amalga oshirgan bo'lardim. Lekin siz shu narsani yashirmadingiz, savobi sizga ham tegadigan bo'ldi. Ya'ni o'ylashmasinki, men shuniga o'rgatmasam, bu butun umr mana shuni yuradi deb. Yo'q, siz o'rgatmasangiz boshqasi o'rgatadi. Shundan ko'ra siz o'rgating, savobi sizga ham qolsin. Yozilgan narsa baribir bo'ladi. Bo'ladi. Shuning uchun men o'rgatmasam ham kimdandir o'rganib, u savobi unga boradi. Uch men o'rgatay shu narsani, menga savobi kelsin. Siz qanchadir pul yechdim desangiz, men undan ko'proq xursand bo'laman va shu narsani siz ham his qilib yuribsiz hozir. Shunday, Xudoga shukr, shu narsani his qilishda harakatdaman. Shogirdingiz pul yechdim, ustoz mana shuncha desa, siz aniq undan ko'p xursand bo'lasiz-da. Albatta, endi uni xonadoniga boradi. Siraz o'zimning xonadonimda bo'lgan narsani tasavvur qilaman. Uyiga boradi, ota-onasi xursand. Bu Amerikadan pul yechishda, u yoqqa bir qanaqadir yo'llar bilan bir oy, 2 oylab borish emas. Uyda o'tirib, u yoqdan pul olib kelish.
Shunday. Bilmayman, aytayotganim nasib qilgan bo'lsa borishingiz shart emas ekan, o'zi kelar ekan pulni, peshonangizga yozgan bo'lsa. Sababini qilish kerak. Javohir, sizga oxirgi savol, qarang. Mana shu YouTube'ni, amerikanskiy YouTube'ni endi boshlayotganlar yoki boshlashga qo'rqayotgan insonlar uchun nima maslahatlar berasiz? Tak. Qo'rqish kerak emas. Misol uchun, nima yo'qotadi agar amerikanskiy YouTube'ni boshlasa? 3-4 oy vaqtini yo'qotishi mumkin, shundoq ham yo'qotyapti. Bundan ko'pini yo'qotgan shu vaqtgacha 20 yil, 20 yoshdami, 30 yoshdami shuncha yil yo'qotdi. Yana o'qisa deb aytaman, sababi o'qimasa bo'lmaydi. Buni u yoqdan bu yoqdan ChatGPTdan, YouTube'dan gaplashib ma'lumot topadigan narsa emas YouTube. Buni albatta kursda o'qish kerak. O'qimasa chala bo'ladi, u bilim o'qimagan bilimi bilan bir narsa qila olmaydi. 99.9% hech narsa qila olmaydi. YouTube'da agar o'qimasa, shogird tushmasa. O'qish kerak. Aytaylik, o'qishni tanladi, kursda o'qiyapti. 3 oy, 4 oy, 5 oy, boringki 6 oyda o'zi bo'ladigani bo'ladi, bo'lmaydigani bo'lmaydi 6 oyda. Nima yo'qotdi? 6 oy yo'qotdi, kursga to'lov qilgan pulini yo'qotdi. Kursga to'lov qilgan pulini boshqa narsalarga ham ishlatib yuborgan bo'lardi. Misol uchun borib bilyard o'ynaydimi, bir boshqa ovqat yevoradimi ko'proq. Nimadir qilib o'zi ketdi, tamom, u pul yo'q. 6 oy vaqtim shu turisham o'tgan bo'lardi, boyagi Instagram tomosha qilib, kino ko'rib o'tkazib yuborgan bo'lardi o'sha vaqtini. Mana 6 oy yo'q, o'sha kursga bergan pul yo'q, uni shundoq ham o'tkazib yuborgan bo'lardi. Lekin agar o'xshab qolsa-chi, o'xshamasa o'tadigan narsa shundoq ham o'tib ketar ekan. O'xshab qolsa nima bo'ladi degan savollar bersa o'ziga. Va o'xshab qolish imkoniyati, ehtimoli juda katta. Juda katta. Odam qilgan ishni odam qiladi. Mana siz qilyapsiz, shogirdlaringiz qilyapti, biz qilyapmiz, shogirdlarimiz qilyapti. Nimaga u odam qila olmaydi? O'xshab qolsa-chi degan joyi bor. Kreditlari bordir, qarzlari bordir, orzulari bordir. Bir saroy qurib olmasin, bir gelent-vagenlarda yurmasin, o'sha qora jentarasida yuraversin. Ota-onasining tug'ilgan kuniga bir chiroyliroq sovg'a qilib borsin, tortlar qo'ysin, uyni bezab qo'ysin, mana hayitlarga qurbonlik qilsin. Nimaga bu gaplarni aytyapman? Chunki hozir oyligi bilan uch-much yashab yurgan odam ko'p. Uch-much yetmayotgan, qarzi borlar juda ko'p. Bu o'zi YouTube'da men shu odamlarga taklif qilaman. Bunaqa katta puli bor, bir restoran quradigan odamlarga emas, restoran qurayotgan odam restoranni quraversin. Ama bu 3-much yashab yurgan odamlarga kursga ham pullik qilmasin. Nimaga pullik kurs bo'ladi? Bepul bo'lsa siz natija qila olmaysiz. 100 tadan 99 ta odam natija qila olmaydi, sababi pulsiz narsani qadri bo'lmaydi. Bu psixologiya. Pulsiz o'rgandingizmi, siz unga nima qilmaysiz. Agar pul berdingizmi, joningizni achishtirib, qissadan chiqarib, jigardan pulni berdingizmi, sizga uni qadri bo'ladi, siz o'qiysiz, o'rganasiz. Shuning uchun kerak psixologiya bu. Men o'zim qancha odamlarga kursimni berib yuborganman, biron marta men shu yerda tushunmayapman deb birontasi qaytib chiqmagan menga. Chiqmaydi. Bepul narsa bo'lmaydi. Uni bepul berish naborot dushmanchiligimiz bo'ladi. Siz bilan meni o'sha kimgadir kurs bepul berish unga qilgan dushmanchiligimiz, eng katta yomonligimiz deb hisoblayman. U YouTube'dan aynib chiqib ketadi, boshqa YouTube'ga qaytib kirmaydi odam keyin. Savoldan ham chekkalashib ketdik. Oxirgi savolim deganingizga men tushuntirishga harakat qilyapman odamlarga. To'g'ri. Qilib ko'rish kerak. Bir xil harakat qilib, har xil natija kutmasin. Shu o'xshab qolsa deb harakat qilish kerak. O'xshab ketsa nima bo'ladi? O'xshab ketsa, YouTube'da oyiga $2000 kelib tursa, bu fantastika narsa emas. Lekin siz uchun fantastika bo'lishi mumkin. Men eshitayotgan odamlarga, YouTube endi kirib kelayotgan odamga $2000 desa, YouTube'dan pul ishlab yurgan odamga oyiga $2000 ishlayapman deb maqtana olmaysiz. YouTube'dan bilgan odam $2000 bilan maqtana olmaysiz. $10,000 ga o zo'rki deyishimiz mumkin. Oyiga $10,000 ishlayotgan odam yaxshi deyishimiz mumkin. $2000 ishlayapman deb gerday olmaysiz YouTube'dan ishlayotgan odamga. Lekin oyiga 5 million, 6 million uchun ertadan kechgacha yurgan odamga $2000, 25 million so'm bu fantastika. Ertak bo'lib qoladi. 25 million. $2000 topsa sizga o'zi yetadi. $2000 esa YouTube'dan topish qiyin emas do'stlar. Juda oson. Atiga 1 milliondan ortiq, 1 million, 1,5 million o'rtasida prosmotr to'plasangiz bir oyda $2000 bor degani. Bu kamida. Va shu narsa, lekin YouTube'ga kirib kelayotgan katta asosiy yangi insonlar xuddi oltin kavlab olishga o'xshatadi-da Javohir bu narsani. YouTube'ga kirib keladi, sразу 2 oydan keyin katta pul topadi YouTube ortidan. Men shu narsa eng katta xato deb men hisoblayman. Biz obunachilarga so'nggi gaplaringiz Javohir.
Gapingizni oldim. Xo'p. Men yana bir narsani nima qilay, iloji boricha yo'nalish berishga harakat qilaman, yo'l yo'riq ko'rsatishga. Chunki o'zimni boshimdan o'tgan. Kursga pul masalasiga keladigan bo'lsak, pulni srazi qilishingiz shart emas. Bu youtuberlar ketib qolayotgani yo'q. Islomjon Soliyev aka mana qanchadan beri bor. Siz bugun kurs sotib olmasangiz ham oyiga 500 ming so'mdan yig'ing yoki 300 ming so'mdan yig'ib, 4 oy, 5 oy vaqt shunchaki o'tib ketyapti. Shu pulni yig'inglargina kursni olib hayotni o'zgartirib olish kerak. Bahona izlagan odamga bahona topilaveradi, imkon izlagan odamga imkon kelaveradi. Oxirgi gapimiz YouTube'ga endi kirib kelayotganlarga oxirgi gapim. Agar Islomjon aka Soliyevdan yoki mendan biror bir kam joyingiz bor deb hisoblasangiz, mayli YouTube'ga kirmang. Lekin siz bizdan kam bo'lmasangiz, YouTube sizni kutyapti. Kattakon rahmat Javohir, samimiy suhbat uchun. Podkastimizga vaqtingiz sig'iz bo'lib turib ham yo'q demaganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' salomat bo'ling. Ustozlar uchun har doim vaqt topamiz. Salomat bo'ling. Sog' Do'stlar, bo'ling, shogirdlar ko'payaversin. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun kattakon rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling. Javohirning ham Telegram kanalini kommentariyaga zakrib etib qo'yaman. Kirib obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Kattakon rahmat.